Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Ikkinchi jahon urushi davrida insonlarni davolash uchun emas, balki ularning ustida qonli tajribalar o'tkazish bilan shug'ullangan Jozef Mengel va Jeffrey Epstein orolining o'rtasida qanday qonli bog'liqliklar bor? Osvensin konslageri minglab insonlarning o'limiga sabab bo'lgan bu joyda Jozef Mengel insonlarning ustida jirkanch tajribalarni amalga oshirgan. U egizaklarning ko'z ranglarini o'zgartirish va tiriklayin tana a'zolarini olish bilan shug'ullangan. Jirkanch tajribalariga qaramasdan u g'oyib bo'ladi va jazosiz qoladi, lekin uning tajribalari qayerga yo'qoldi? Oradan yillar o'tdi. Biz esa Epstein ishi bilan to'qnashdik. Bu shunchaki elita o'yinlari emas. Manbalarga ko'ra, Epstein o'z orolida inson irqini sun'iy yaxshilash va genetik tajribalar o'tkazishga qiziqqan, xuddi Mengel kabi. Dunyodagi boy insonlar, siyosatchilar bu orolga nima uchun borgan? Faqatgina ko'ngil xushlik uchunmi yoki Mengel boshlagan o'lmaslik haqidagi g'oyalarni loyihalashtirish uchunmi?